o'sgan, sochlari to'zigan holatda boradi. Nimaga? Onasi hamma yoqdan to'sgan edi. Va u kishi Makkadan chiqayotganlarida Madinaga kofirlar ushab turib o'ldiramiz deganda hamma yo'llaridan kechib kelgan. Sizlarga o'ldirmasalang bo'ldi meni dedi. U jonidan qo'rqqanidan aytmadi bu gapni. Janobi Rasululloh ey Mus'ab Yasribga boring, ularni musulmon qiling degan gaplar uchun butun molini kechib kelgan sahoba edi. U sahoba o'shanda 22 ga ham kirmagan edi. Kelganlari. Birinchi hijrat qilib kelgan sahoba shu edi. 22 ga ham kirmagan sahoba edi. Hozir 22 ga kirgan bolani bitta mahallaga oqsoqol qilib bergan bo'lsa boshqara olmayman dedi. U kishi butun Madinani musulmon bo'lishligiga sabab bo'ldi. Alloh bulardan hammasidan rozi bo'lsin. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana bu shahidlar turgan joyda, musulmonlarning qoni to'kilgan joyda, mana shu joyda Rasulullohning oyoqlari tekkan joyda turibmiz. Bu toqqa qarasalaring nimani ko'ryapsizlar hozir? Oddiy bir tog'ni ko'ryapsizlar, lekin Rasulullohni ko'rgan tog'ni ko'ryapsizlar. Rasululloh tepalariga chiqqan tog'ni ko'ryapsizlar. Mana bu tog' ham Janobi Rasulullohni ko'rgan tog'. Kamonchilarda, sahobalarni ko'rgan tog'. Mana shunaqangi ulug' joylarda turibmiz. Nimaga bu yerga keldik? Bu tog'larni ko'rsatgani keldimi keyin bo'lar demang. Biz izlarimiz Rasulullohning iziga tushib qolsa umidimiz shu hammamiz. Hali ayollarga aytib berdim-ku, avtobusdagilar qolganlarga aytib beraman hali o'zimizlar. Ha, o'sha qalblaringda Rasulullohga muhabbat bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu qalbni Alloh taolo jahannamda kuydirmas ekanda. Alloh bu yerda hammamizni Rasulullohni sevib, Rasulullohga muhabbatimizni oshkor qilib, yaxshi bir muhabbat bilan o'sha O'zbekistondan kelayotganda dadam bir yaxshi dada bo'lib qaytadi deb bolalaring pul sarflaganda, onam bir yaxshi ona bo'ladi. Shularga pul sarflaydigan bo'lsam, Alloh taolo meni qiyomat kuni yaxshi bolalarning o'rnida tiriltiradi, turgizadi deb jo'natganda, insof qilib shunga yarasha ibodat qilinglar endi.